Yonimda turgan qurilmani nimaligini hammanglar bilasizlar, nima uchun ishlatilishini ham bilasizlar. Agar bilmaydigan bo'lsanglar, men orqamda chiqqan videoni bosib olsanglar, to'liq tushuntirib berganman. Bugun esa buni texnik tafsilotlarini ko'rib chiqamiz. Kuchli taraflari, filtri qanchaga yetadi va buni telefonga qanaqa sozlash mumkinligini birma-bir men sizga ko'rsatib chiqaman. Xiaomi Air Purifier 4 Pro havo tozalagichi 60 kvadratgacha bo'lgan xonadonga moslashgan, 40 kvadratgacha bo'lgan xonadonni 15 daqiqada havosini tezda tozalab beradi. Bunda 3 tasi bittada bo'lgan filtr joylashtirilgan, 0.3 mikrongacha bo'lgan zarralarni 99.9% filtrlab beradi. Bundan tashqari, bu yoqimsiz hidlarni ham bemalol yo'qotib berishga qodir. Bunda 2 zonali datchik joylashtirilgan, PM2,5 hamda PM10 larni tezda aniqlaydi hamda ionizatsiyalashtiriladi. Eng asosiysi, buni ovozi juda ham past, atigi 33 desibel. Umuman ishlagani ham sizga bilinmaydi. Buni faqat havo yomon bo'lganda ishlatish kerak emas, allergik sezon kelganda ham ishlatish kerak, chunki allergik zarralarni ham birpasda yo'qotib, sizga toza havoni chiqazib beradi. Bolalarga ham juda foydali, burun betishi, charchash hamda allergiya qo'zg'alishini yo'qotadi. Uy hayvonlari boqadiganlar uchun ham juda ham asqotadi, chunki ulardan chiqadigan hid hamda allergiyalarni birpasda aniqlab, toza havo qilib chiqazib beradi. Mana bu displey orqali juda ham ko'p ma'lumotni bilishingiz mumkin. Pastdagi indikator xonadagi PM zarralarini qanchalik miqdorni bildirib turadi. Sariq, yashil, qizil bo'lib yonadi. Hamda bu yerda ularni ko'rsatkichini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda xona haroratini hamda filtrning zararlanish miqdorini ham ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu tugmalar orqali o'chirib yoqirish hamda rejimlarni almashtira olasiz. Eng zo'r tarafi bu juda ham aqlli qurilma. Wi-Fi ga ulab qo'yib, Mi Home ilovasi orqali siz masofadan ham boshqarsangiz bo'ladi. Uyda bo'lishingiz shart emas, ko'chada ham bemalol boshqarishingiz mumkin. Filtri mana bu qismida joylashtirilgan. Buni 1 yilda bir marta almashtirsangiz kifoya. Buni almashtirish uchun shunchaki mana bu qutisini tortasiz va bu yerdagi filtrni shunchaki tortib chiqarsangiz bas. Yangi filtrni o'rniga qo'yasiz va yana 1 yil mazza qilib ishlataverasiz. Qurilmamiz 360 gradus, ya'ni 4 ta tarafdan havoni tortadi, filtrlaydi hamda mana bu qismidan toza havo qilib chiqazadi. Qurilmamizni faqatgina havo yomonlashganda emas, balki har kun yoqib turishi maslahat beraman. Chunki uyqungizni yaxshilaydi, nafas olishingizni yaxshilaydi hamda sog'lig'ingizni yaxshi darajada ushlab turadi. Hamma yomon zararli narsa ko'pincha havo orqali yo'qadi. Qurilmamizning ko'rinishi juda ham chiroyli, har qanday interyerga to'g'ri keladi. Ishlashi juda ham sodda. Shunchaki smartfonga ulab qo'yib yoqib qo'ysangiz bo'ldi. Filtr yomonlashganda o'zi sizga xabar beradi. Eng asosiysi, oilangizni sog'lig'ini ta'minlab turadi. Bunday qurilmani qayerdan olsam bo'ladi deysizmi? Albatta Joybox do'konlarida. Nega aynan Joybox do'konidan olishingiz kerak? Chunki bizda rasmiy hamda global versiyaga ega bo'lgan Xiaomi mahsulotlari sotiladi. Eng asosiysi 24 oylik muddatli to'lov ham mavjud.